Assalomu alaykum do'stlar, salomatsizlarmi? Mana 11-V klassning bitiruvchilari kelgan, mana bardigi. Madmarata maktabida ilgarki Lev Nikolaevich Tolstoy maktabi. Dana Hammatanovaning 34 yil ishlaganini 34 yil bo'lib turgan. Alifbe bayram bo'ladi. Qo'ldoqqa keldik. Direktorcha Nazira Bekmuratova. Sizlarga Qurbanibjon. Do'stlar, mana birinchi maktabda hozir hamma bitirganlar kelib, ota-onalar kelib o'tirishibdi. Donaxon opay Matanovani sinfini Alifbe bayramiga barcha davrlarda bitirgan o'quvchilar keldi. Shu qator mana 11-V sinfda o'tirganlar mana do'stlar keldi. Katta yaxshigina mablag' mukofoti bolalarga sovg'alar tayyorlashib, hissa qo'shib, o'zini ilgari o'qigan ustozlarga hozir bo'lsa ham bu mukofotlar bilan tashrif uyushtirib topshirishdi. Молодцы. Mana yangi direktorchamiz Nazira Bekmuratovna mana ko'p narsani uyushtirib, mana shu yerda ancha hissa qo'shib, молодец. Mana opayimiz yana alash energichlik. Rahmat. O'sha ba'zi paytdan foydalanib, men rahmat aytmoqchiman barcha ustozlarga. Mana shu yerda ko'p ustozlarni ko'rdik, Nina Fyodorovnani ko'rdik. Donaxon opay Matanovani Mahfuz ejani mana Mahfuz opaydi. Ko'pgina opay, Sayyor opay o'tiribdi. Hammasini ko'rdik, ayt opaylar hammasi. Ajoyib, hammasiga rahmat. Bizni aslida mana shu yerda yaralishimizdan oldin Xudo o'zi ixtiyor qilib mana shu yerda mana shu maktabda o'qishimiz, xudoda yashashimiz, kim bizni ota-onamiz bo'ladi, kim bolalarimiz bo'ladi, hammasini biz ixtiyorimizdan oldin tanlab olgan. Mana shu yerda biz bitta narsa qolyapti, bo'lsa minnatdorchilik bildirish, minnatdor bo'lish hayotdan, rozi bo'lish, shukrona keltirish. Bolalar ham so'yinib, shu o'zlari atlagan sovg'alarni topshirib, o'zlari zavq olib o'tiribdi. Birinchi maktabda o'qigan hammasi hech kiminglar qolmay kommentariy yozinglar, kimlarga minnatdorchilik bildirmoqchisizlar, nimalar qilmoqchisizlar, yana shu maktabimizni rivojlanishi uchun yana Xudo xolasa hissalar qo'shamiz degan umiddamiz. Men sizlar bilan birga Qurbanibjon. Chekamiz yangi. Ayrılma dostum. Programmalar zor olsun. Rahmat.